yashaymiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda. Orolimiz nomidor. Qo'rqitolmas bizni to'fon. Yovuzlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon. Baxt bo'lar begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muziklar va tengsiz shamol. Garmiti hushyor turlar har on. Garmiti Sirlar ochildi. Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Haykar, bu yerda hech narsa yo'q-ku. Lekin mening qo'lqopim shu yerdagi sehrli kuchni ko'rsatyapti. Bu men edim. Bizga yaqinlashma. Yo'q, menga sizlarning yordamingiz kerak. Senga bizning yordamimiz? Sol. U o'lyapti. Lekin sizlar Titan yuragini o'rnatishingiz kerak. Shundagina uni hayotini saqlab qolasiz. Axir sen Solga dushmansan, lekin unga yordam bermoqchisan. Ha, albatta. Biz Sol bilan dushman bo'lmaganmiz. Men qilgan xatoim uchun Zeusdan haydalganman. Sol aytgan, senga Titanning yurak kerak, chunki sen Gormni bosib olmoqchisan. Sol allaqachon aqldan o'zi bo'lgan. U sizga alfa kuchini boshqarishingiz mumkinligini aytganmi? Yo'q, lekin Mana ko'rasan, sen undan foydalanishing kerak. Bo'lmasam sizlar bu yerdan keta olmaysiz. Biz nima qilishimiz kerak? Balki u o'lishi mumkin. Sizlar shartlarni alfa minorasida o'tkazasizlar. Sen o'zingning alfa kuchingdan foydalanib hayot kuchini yo'naltirasan. Solni saqlab qoling. O'tinaman. Sol, iltimos uyg'on. Bolalar, u yomonga o'xshayapti. Balki Voydus aytgani rostdir, balki unga yurak kuchi kerakdir. Harakat qilib ko'rish kerak. Oki, sen haqiqatan ham shardagi kuchni ola olasanmi? Harakat qilib ko'raman. Alfa kuchini Voydus aytgandek qilaman, lekin bilmayman. Nima bo'ldi? Men xohlamagan edim. Lekin Sol haliyam uxlayapti. Unda yurak kuchi qayerda? Axir bu katta narsa. Nima bo'lishi mumkin? Men Titanman. Meni kim uyg'otdi? Sen Titanmisan? Shunda Titanning yuragi haqiqiy Titanning yuragimi? Ha, lekin Titan kim u? Noo'rin savol. Titanga kim egalik qilyapti degan savol o'rinliroq bo'ladi. Bu esa men. Nima? Bolalar, endi tushundingizmi? Nega menga yurak kerak bo'lganini? Uning yurak kuchi bilan men hamma yerni tozalayman. Yo'q. Sen menga ko'p yordam berding. Endi yurakni qolgan qismlari bilan G'avsni va Gorimni birlashtiraman. G'avsni birlashtirish? Eshitganman. Endi Sol abadiy uyquga ketadi.
Yo. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Uff, Mindoraning qalqoni. Sizlar qancha vaqt chidaysiz? Hali hech kim Titanning kuchiga qarshi chiqa olmagan. Yana bir marta. Yo! Voy, u qarang, qarqon darb ketmoqda. Biz Gormitini chaqira olmayapmiz. Alfa kuchi ishlamayapti. Lekin nima qilishimiz kerak? Endi hech narsa qila olmaysiz. Hammasi tamom. Do'stim, bu hali oxiri emas. Oha, unga ko'rsatib qo'y. Bu jinilikni kim qildi? Titan doim uxlashi kerak. Men uni yovuz boshqarishiga yo'l qo'ymayman. Iyo! Sol, sen mening oldimda juda ojizsan. Qancha kuchli bo'lsang ham, iyo! Men Titanni boshqaraman. Stol Voidusga qaraganda anchagina kuchsiz. Biz yordam berishimiz kerak. Lekin qanday qilib bizning kuchimiz Voidusga yetmaydi? Lekin bizda aqldan ozgan alfa bola bor va yana aqldan ozgan alfa qiz ham. Yo'q, nima bo'lganini unutdingizmi? Sol menga alfa kuchini qanday ishlatilishini u buni uddalay olmaydi. Bolalar, vaqtimiz kam. Okey, senda tanlash imkoniyati mavjud, lekin sen adashmaysan. Men senga ishonaman. Men ham ishonaman. Men ham. Ey, men ham senga ishonaman. Qancha xato qilsang ham to'g'rilaysan-ku. Yaxshi, yana bir marta urinib ko'raman. Iyo! Men qalqonlaringizni buzdim. Men senga yengilmayman. Xavotir olma, hozir qanday menga qarshilik qilsang ham, men seni birinchi yo'q qilaman. Urinib ko'rchi, sen avval yashil narsa, yashil yulduzcha, sen meni tushunding deb o'ylayman. Iya! Sening zaif kuching menga o'tmaydi. U yolg'iz emas, senga mana bu yoqadimi? Hey, na. Meni sizlar bilan ishim yo'q. Mana, oy. Na. Yomon urinish. Mana qanday qilish kerak? Iyo, sizning zaif kuchingiz meni to'xtatadi deb o'ylaysizmi? Yo'q, lekin mana bu to'xtatadi. Men senga mana buni beraman. Ha, hozir yoki hech qachon. Nasibangni ol. Yo'q, men seni egallayman. Yo'q, endi sen menga egalik qila olmaysan. Endi sen umuman egalik qila olmasang kerak. Sen meni kuchukday yovuz niyatda ishlatmoqchi bo'lding. U meni eshit. Hech qachon. Tolning yurak kuchi qaytyapti. Shoshmanglar, nima bo'lyapti?
Uning yuragini yarmi tiklanmaguncha endi u uyg'onmaydi va kurasha olmaydi. Sol! Jangchilar, endi hech qachon hozirgidek qilmang. Bo'lmasa, yurakni bo'laklari xavf ostida qoladi. Qo'riqchi, sen alfa kuchini boshqara olasan. Sen undan to'g'ri foydalanishing kerak. U go'rimni saqlab qoldi. U endi kurasha olarmikan? Biz unga bo'laklarni yig'ib yordam bera olishimiz mumkin. Unda nimani kutyapmiz? Multfilm Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Shadow, Aydos, Mulga, tarjimonimiz Shoring Glaza. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun doimo harakatdamiz.